Islom sivilizatsiya markazida qurilish ishlari jadal olib borilmoqda. O'zbekiston kompaniyasi ushbu loyiha uchun 6 sm qalinlikdagi navbahor toshlarni yetkazib bermoqda. Navbahor toshimizning o'ziga xos rangi, yirik bo'lgan jigarrang teksturalari loyihaga o'ziga xos ko'rinish berib turibdi. Bizning toshlarimiz nafaqat mustahkamlikni, balki uzoq muddatga chidamlilikni ham ta'minlaydi. Majmuaning yer maydonida ranglar kombinatsiyasi bo'lishi uchun va umumiy fonda estetik ko'rinish yaratish maqsadida bir qancha toshlardan foydalanilgan. To'q ranglar va och sariq ranglar bilan birgalikda navbahor toshimiz g'ij-g'ij rang bo'lib, o'zgacha ko'rinish berib turibdi. Biz bilan bog'lanish uchun ushbu raqamlarga aloqaga chiqing.